Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda do'konning mashinalarni obzor qilib beramiz. 100 xil modelimiz bor. Pastda ham modellarimiz bor. Bu yerda bir 50-60 xili bor. Narxlari bilan voltlarini tanishtirib ketamiz. Xudo xolisa oxirigacha ko'rib, like bosib turinglar. Birinchi qatordagi mashinalarimiz mana GT 63 modeli bu. Qora qizil ranglari bor. Bizda 4 ta motorlisi. Balonlari yumshoq, signallar kojinli bo'ladi. 12 voltga 7 amper bo'ladi akkumulyatori, sut avtokraska. 2 kishilik bo'ladi. Narxi 1.750 ming so'm, dastavkasi bepul Toshkent bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab. Qaysi viloyatda bo'lsanglar ham 1.750 ming borgandan keyin berasizlar. Mana 1.450 ming mashinamiz. Kelovi ham 1.450 ming. Buni qorasi ham bor bizda. Ferrari modeli. Yeng kelgan 12 voltga 7 amper bu ham. TJK 900 modelimiz 1,5 million qilib beramiz buni. Dastavkasi bepul. Qora qizil ranglari bor buni ham. BMW modelimiz. Bu ham 12 voltga 7 amper 4 ta motorli bo'ladi. Pultdan boshqarsa bolani o'zi haydasa ham bo'ladi. Hammasi shunaqa o'zi. Buni 1.8 qilib beramiz. Dollarda 145 dollar. Mana 189 modelimiz. Buni 1.750 ming so'm qilib beramiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul buni ham. 938 modelimiz bor. Buni qizil, oq, qora ranglari ham bor. Buni 1.900 ming so'm qilib beramiz. Kalti zavat bo'ladi. Laboylari o'zi yonganda shunaqa dovushlari bo'ladi. Svetlari yonadi, oldi svetlari. Sizniyasi kojinli yumshoq bo'ladi, pulti bo'ladi. Zaryadga podarchnik qilib sharbantilamdan jo'natib beramiz uyingizgacha. Oq ranglisi, orqasida bagajchalari va zapaskalari. Buni 618 modelimiz. Buni qizil rangi ham bor, buni mana bunday pushti rangi ham bor. Qizili ham bor, o'zi 4 xil rangda bu. Buni ham 1.900 ming so'm qilib beramiz. Boyga mana 911 zo'r sotamiz bu modeldan. Bu ham 145 dollar, 1.800 ming so'm qilib beramiz. Bu ham 1.800 ming so'm. Mana qora rangi ham bor. Politsiyskiy modellarimizni BMWni qizil edi, mana bu yerda qorasi ham turibdi. O'zi bizga Telegramdan yoki Imodan yozsanglar ham videosini tashlab beramiz alohida shu mashinaning obzorini. Biz bir sidirib ko'rsatib ketamiz. Mana KP906 modeli. Qizil, qora ranglari bor. Buni 180 dollar qilib beramiz. Dastavkasi bepul. Usti avtokraskaligi, balonlari yonadi. Ancha baquvvat, orqasi temir amortizatorligi. 4-qatorgacha ko'rsatdi. 901 baggi bor. Buni 1.800 ming so'm qilib beramiz. Dastavkasi bepul. Buni qizil, qora ranglari ham bor. Mana Prado'ning qora rangi. Mana Toyota Supra. Buni qorasi ham bor. Bu litsenziyaning original bo'ladi. Motorlari katta. 3 yoshgacha, 4 yoshgacha. 1.300 ming so'm, tepasi zontigi ham bor. Bu ham shu narx 1.300 ming so'm qilib beramiz. Dastavkasi bepul. BMW M4 modeli, bu ham litsenziyaning original, sirenalargacha M4 yozuvlari bor. Mokri rangi, buni qizil, qorasi ham bor. Uni 180 dollar qilib beramiz. Balonlari yumshoq, mana birga bir qilib ishlangan, litsenziyaning original bo'ladi. Honji modelimiz bor. Narxi 200 dollar. Start kraska. Buni yangisini yig'ib beramiz, hammasini tanlasanglar, korobkadan yangisini ochib yig'ib beramiz. Chayka modelimiz bor. Buni qizil, qora ranglari bor. Ichlari dubdan ishlangan, mana taxtali qilib, akvaprint qilingan. Ko'rayotgan bo'lsa. Li modellarimizda 4 xil rangi bor. Qizili ham bor, mokri, qora, yashil, shu izumrudni rang. 4 ta motorlisi bu mana. Motorlar 4 ta. Oldi farlargacha bir xil ishlangan. Bakoy tushib ketib qoldi mana. Oddiy tiqib qo'yamiz. Mashinaga ortib berayotgan simmasini oxirigacha tiqib qo'ymaganmiz. Tiqib qo'yamiz. 4 ta motorlisi, farlargacha bir xil qilib ishlangan. Maserati modelimiz. Buni qizil, qora ranglar bor, ichida monitorli. Usti avtokraska, orqalarigacha bir xil qilingan, litsenziyaning original, katta motorlisi bo'ladi bu mana. Katta motorlisi mana. 55 vatli kattasi. SL63, bu ham litsenziyaning model. Buni 4 xil rangi bor, ko'k, oq, qizil, qora, yashil ranglarigacha bor. Job modeli, mana 12 voltligini 2,5 million qilib beramiz. 24 voltligi 20 dollar qimmat, 250 ming so'm qimmat chiqadi. Mana
8199 modeli. Bu 2 kishilik bo'ladi. 12 voltga 10 amper katta motorlisi bu. Buni 2460 ming so'm qilib beramiz. Yonidagi Jeep 1202 ni ham xuddi shu narxga beramiz. Kattaligi bir xil ikkalovini, akkumulyatori, motorlari hammasi bir xil, faqat ko'rinishida farqi bor. Hamma farlari yonadi, tepa farlari, buni ham tepa farlarigacha yonadi. Mana bu modelimiz ham bor. 250 dollar qilib beramiz. 3 million 100 chiqadi narxi. Qizil, qora ranglar bor. Bu ham temirli amortizator hammasi. Mana temirli amortizator. 2 kishilik bo'ladi. 5688 bu drift qiladigan model, 24 voltga 7 amper akkumulyator, qo'shimcha yana bitta 24 ga 7 beramiz. Akkumulyator qizil, seriy, qora ranglari bor. Bemalol zakaz bersak bo'ladi. Dastavkamiz bepul. Mana eng baquvvat modellarimizdan bittasi 032 modeli. Qora, qizil ranglari bor. Buni 240 dollar qilib beramiz. 24 voltligini. Balonlari yumshoq, temir amortizatorli, ham uzun, sizdan oldinga orqaga yuradi. Mana baggilarimiz ham bor. Keyin keldi bu ham 230 dollar chiqadi bu. 2760 ming so'm chiqadi dastavkasi bilan. Kelib do'konni olaman desanglar, Toshkent shahar O'rgizor bozorida do'konimiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar kutib olamiz. Toyota modellarimiz bor. Mana 2 million 400 ming so'mdan. Buni ham 4 xil rangi bor. Bizda qizil, qora, pushti, oq ranglari bor. 2 million 800 ming so'mga mana shunaqa baggilarimiz ham bor. F22 modelimiz 2 million 200 ming so'm. Ford Raptor. Bala ancha yerda. S22 modelimiz, bu ham 2 million 200 ming so'm. 913 24 voltligi. Buni 255 dollar qilib beramiz hozir. 3 million 150 ming atrofi. Buni qiziq video davomidan olaveramiz. 1200 modelimiz bor. 250 dollar qilib beramiz. 903 baggilarimiz ham shu narx. Qizil, qorasi bor, buni ham qizili bor. Bunaqa Mercedeslarimiz kelgan katta 2 kishilik. Parklarga ishlatishga, o'z uyda ham ishlatishga juda ham baquvvat, katta ham. Narxini 450 dollar qilib beramiz. Buni qora rangi ham bor, mana shu avtokraska bo'ladi. Ferrari o'rniga juda ham chiroyli model kelgan. Siniy traktor, mana уже hit продажа bo'lib ketdi. Sotdim bundan. 250 dollar qilib beramiz. Orqasi elektronik tushib chiqadi. Orqa balonigacha rezinaviy bo'ladi. Goofy mototsiklimiz bor. 209 mototsiklimiz bor. Goofyni 1 million 950 ming qilib beramiz. Buni 2 million 300 ming qilib beramiz. Buni 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. 800 ming so'mdan boshlanadi. Uncha qimmatlashib ketadi. 600 mingga ham bor o'zi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bemalol 2,5 million qilib beramiz. Mana buni ham 2,5 million qilib beramiz. Qaranglar, qanaqa model. 9002 pushti modeli. Kartin kelgan. Bir 1,5 million qilib beramiz buni. Brabus modeli, buni qizili ham bor. 958 2 million 200 qilib beramiz. Brabuslarimiz bor. Buni obzorini ham olganmiz. Buni o'shani 2 kishiligi bu. Kattasi. DK modellarimiz bor. Geliklarimiz 307 Litsijonni. Hozir narx tushib ketgan buni. 255 dollardan qilib beramiz. Rolls Royce bor, 2 million 400 ming so'mga. $1 million 700 ming so'm bu. 1,5 milliondan qilib beramiz bu kilovini. Bolajonlar ham 2 metr kelgan. Drift modeli. Buni qora, qizil, seriy ranglari bor. Porsche modeli 2 kishilik bo'ladi. Yurganda o'ch chiqmaydi, monitorli bo'ladi ham. Orqa bagajlari ham ochiladi. Assalomu alaykum, kelinglar.